Gentra so'raganlarga avtomat korobka 2022-yil 20 ming kilometr yurgan, 4 yetmasa kutamiz deyapti aka. Avtomobili Denodan 2023 ga 2024 40 ming kilometr yurgan, kelishamiz deyapti. Gentra so'raganlarga Sho'rchidan 2023 41 ming yurgan, yetmagan 1-2 oy kutamiz deyapti. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Avtomobili Sarasodan 2013 ga 2014 kraskasi toza Cobalt so'raganlarga marhamat. Cobalt avtomobili avtomat korobka Denodan 2022 ga 2021 1-2 oy variant ham bor. Avtomobili Denodan 2020 92 ming yurgan. Denodan aka Cobalt sotyapti 2019 mexanika, holisiz 2020 mexanika bor. Variantga ham kelishamiz deyapti. Avtomobili Denodan 2019 pul yetmagan 1-2 oy gaplashamiz variantini. Cobalt avtomobili Denodan 2020 Cobalt variantga ham kelishamiz deyapti. 2023 avtomat korobka 2022 avtomobili Qumqo'rg'ondan 2022 shu akadan. Avtomobili Cobalt Ravon sotiladi 2020-yil, yetmagan 1 oy kutamiz, holasiz через bank qilamiz deyapti aka. So'raganlarga Sarasodan 2018 Cobalt sotuvda ekan, 126 ming yurgan. Avtomobili Qiziriqdan Dehqondan 2020. Avtomobili Boysundan 2023 33 ming kilometr yurgan, kraskasi toza, naqdga kelishamiz. 2020-yil 3 ming kilometr yurgan yangi Gentra sotilyapti. Avtomobili Sarasodan 2014 holasiz uydan ham bora olishingiz mumkin. Uyda yana 4 ta Cobalt bor. Avtomobili 2023 ga 2024 Denodan 4 yetmagani kutamiz deyapti aka. Denodan 2020-yil 3 ming kilometr yurgan yangi Gentra sotilyapti. Avtomobili Sarasodan 2019 61 ming yurgan, kraskasi toza, propanda. Avtomobili Boysundan 2020 Nexus olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar, kelishamiz deyapti. Surxon Media. Barchaga salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 23-noyabr 2025-yil Surxondaryoda Dena mashina bozoridan birinchi qismda Cobalt hamda Nexus 3 va esa Gentra narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Bugun sal video kamroq chiqadi, chunki bir ikki kishiga mashina olib berdik, shuning uchun kamroq video olganmiz. Qanunda videoni boshladik. Gentra so'raganlarga Denodan 2022-yil avtomat korobka Gentra sotuvda ekan, qora Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, luklik, sakadiskalik avtomat korobka 2022 kraskasi qanday? Toza. Xo'p, mana aka 4-pakalina metan, kondisioner, abizlar bor. Yurgani qancha amak? Mijgar pultlari ham bor, chiqollari ham bor deyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Probig 20 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Mana salon ichini qarang. Mana abagrip, avtomat korobka, monitorlar bor. Probig 20 ming kilometr yurgan, qora Gentra sotuvda Denodan ekan 2022-yil. Xo'p, mana orqalari ham ochiq, hozir ko'rsataman. Eng qizig'i 4 yetmasa variant ham qilamiz deyapti aka. Balonni qarang, yangi turibdi, zapaskalar tushmagan. Amak, nech pul deyapsiz bu qora Gentrani? 175 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nech pul bo'ldi amak? 170 bo'ldi. Qo'shsa beramiz. Agar misol uchun boshidan 80 yo 100 million bo'lsa, ozroq ko'targan beramiz. Nomerni ayting. 97lik 550 94 44 shu nomerga bog'lanamiz. Gentra oladiganlar bo'lsa, marhamat amakdan. Gentra avtomobili Qumqo'rg'ondan 2022-yil mexanika Gentra okutda aka sotgani. 2022 ni kraskasi qanday aka? Toza kraskasi. Kraskasi toza. Xo'p, mana 2022 u benzinda ekan-a? Hali gaz pas qo'yilmagan, kondisioner, abizlar bor. Yurgani qancha aka buni? 43 ming yurgan. 43 ming yurgan 2022. U 4 ta balon yangi ekan. Xo'p, mana salonchlari 43 ming kilometr yurgan, abagrep, mana salonchlari qiziydi. Mana salonchlarini ko'ryapsan orqalari bilan. 2022 Qumqo'rg'onni dizayka? Ha, ochdim aka arkani. 2022 Qumqo'rg'ondan Gentra sotuvda ekan. Mana orqasi, u zapaskalar ham yangi turibdi. Aka nech pul deyapsiz? Aka 130 million deyapsiz, kelishamiz. 130 baho qo'yilyapti, kelishamiz deyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo 20 ga bermadik-da. 120 ga bermadingiz-a? 15-20 so'ra. Variant bormi yo'qmi aka? Yo'q aka, naqdga kelishamiz. Nomerni ayting aka. Nomer 99lik. 99lik 021 99lik 021 1999. 1999 shu nomerga bog'lanamiz. Qumqo'rg'ondan 2022 Gentra sotilyapti naqdga. Yana qora Gentra so'raganlarga Denodan uni aka Gentralar sotuvda ekan. Aka buni yil 2023. Kraskasi toza. Mana 2023. Bu bezluk, bu luklik. Holasiz luklik, holasiz bezlukligi ham bor. 2023 mana pakalina metan, kondisioner, abizlari bor. Aka yurgani qancha 23 da? 23 ming a? 23 ming yurgan, kraska toza. Mana 2000 balolar qo'yilgan ekan a?
balon diskalar qo'yilgan, mexanik ekan, avtomat korobka diska qo'yilgan, abagrev. Salon ichlari qiziydi, ko'ryapsizlarmi? 23000 kilometr yurgan. Bagaj boshqaring aka. Mana 2023 chihol polilar qo'yilgan. Video registrator kameralar qo'yilgan ekan. Mana orqalari. Nima deysiz aka? Zapaskalar hali tushmagan ekan. 2023 mexanika, bu 2022 da avtomat ekan. Buni necha bilyapsiz mexanika? 165 million so'm aytilish bahosi. Savdo necha bo'ldi aka? 156. Savdosi 156 topdi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. 4 yetmasa variant ham qilamiz deyapti. Aka nomerni ayting. 97lik 550 94 44. Shu nomerga bog'lanamiz Denodan. Denodan 2020-yil 3000 kilometr yurgan Gentra, oq Gentra sotuvda ekan. Mana yurmagan Gentra, uyda yotgan 2020-yil benzinda hali gaz pas qo'yilmagan. Mana motorni qarang, qanday toza turibdi. Kondisioner abezlarigacha bor. 2020-yil ekan, mexanik ekan. Mana o'zini radnoy baloniga turibdi. Xo'p, mana salafani bilan turibdi. 2020 3000 kilometr yurgan Gentra sotilyapti. Xo'p, mana kuzov raqami 2020. Ko'ryapsizlarmi? Xullas toza kraskasi 3000 kilometr yurgan yangi Gentra. Hali nomerlar taqilmagan. Mana zapaskalari qarang, tushmagan daj. Aka nech bilyapsiz 2020 ni? 140 million deyapti, o'tib beramiz. 140 million so'm aytilish bahosi, kelishtirib beramiz deyapti. Yangi Gentra 3000 kilometr yurgan Denodan. Aka narxga sotamiz a? Nomerni aytib qo'ying aka. 90lik 522 23 21. Shu nomerga bog'lanamiz. Yangi Gentra 3000 kilometr yurgan 2020 Denodan. Gentra avtomobili 2023-yil qora Gentra sotuvda ekan. Mexanik aka? Mexanik. Qayerdaki? Sho'rchidan 2023 aka. 2023 benzinda hali gaz pas qo'yilmagan. Kondisioner abezlari bor. Kraskasi qanday aka? Kraska top toza. Kraskasi top toza ekan. Mana qora Gentra olaman deganlar bo'lsa, bugun qora Gentradan ham ko'proq video olamiz. Sho'rchida mana qora bayir Gentra sotuvda salafan ekan. O, abagriflari bor ekan. Qancha yurdi dedingiz? 41000 kilometr yurgan mana. Kraskasi toza 2023 41000 kilometr yurgan qora Gentra. Mana hammaga nasib qilsin. Mana bagajlarni qarang. 2023 41000 yurgan. Mana zapaskalari ham даже yangi turibdi. Aka nech bilyapsiz buni endi? 150 baho qo'yapsiz. 150 baho qo'yapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo 38 so'rayapti. Savdosi 138 so'rayapti. Variant bormi yo'qmi aka? 1-2 oygacha. 1-2 oygacha yetmagan kutamiz. Nomerni ayting aka. 77lik 404 75 shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobili Boysundan 2023-yil avtomat korobka Cobalt sotuvda ekan. Aka Boysundan kelibdi, Cobalt sotgan. 2023-yil avtomat korobka. Mana gazlar qo'yilgan, metan bor, kondisioner bor, abizi bor. Yurgani 33000 aka. Kraskasi qanday aka? 4 yangi balon qo'yilgan, kraskasi toza ekan, chihol polilar qo'yilgan. Salon uchun ko'rsataylik. Bu chihol ham polikka mos qilib qo'yilgan. Salon ekan. Aka laminatsiyalar qilingan deyapti. Xo'p, probeg 33000 yurgan. Mana monitorlari bor. Xo'p, mana aka. Hozir mana bagajlarni ham ochib ko'rsatamiz. Mana aka, zapaskalari ham yangi turibdi. Metallari ham yangi. Aka nech bilyapsiz buni? 33000 kilometr yurgan 2023 ha? 145 million so'm aka baho qo'yapti. Mana u orqa salonlarini ham qarang. Mana eshik qulfida hozir ochib ko'rsatamiz. Qancha deyapsiz aka? 145 million so'm baho qo'yapti. 2023 33000 yurgan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? 140 savdosi 140 million bo'libdi ekan, kelishtirib beramiz deb. Aka naqd sotamizmi? Variant yo'q-a? Nomerni aytib qo'ying aka. 90lik 294 44 66 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2023 2024-yil Cobalt sotuvda ekan. Mexanika Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka kraskasi toza. Kraskasi toza. Motorni qarang tozaligini. Xo'p, kondisioner bor. Paklina propan bor ekan, mana ko'ryapsizlarmi? Abiz yo'qmi aka buni? Xo'p. Mana to'r baloni yangi. Kraskasi toza, neobычный rang, baqalajonli svit. Probeg qancha? 28 mi? 28000 kilometr yurgan Cobalt sotuvda ekan. Zo'rmisiz? Mana salon ichlari.
Xo'p, aka tushmagan. zapaskalar yangi. Karatlar ishlatilmagan. Damkaratlar ishlatilmagan, propan tagida tabletga qo'yilgan. Aka nech bilyapsiz buni? 140. 140 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Endi-da. Hali savdo bo'lgan 140 aka baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deyapti. Nomerda aytib qo'ying aka. 99lik 99lik 599 599 77 78. 77 78 shu nomerga bog'lanamiz. Aka naqdga sotamiz a? Va 1 so'm 2 so'm kutamiz. Hali yetmagan. 4 so'm yetmagan kutamiz deyapti aka. Cobalt avtomobili Sarasadan 2018-yil oq Cobalt sotuvda ekan 2018 mana aka. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza Cobalt 2018 pakelina propan qo'yilgan, bez konditsioner bez ABS ekan. Mana motorlari. Aka yurgani qancha? 126 ming yurgan kraskasi toza Cobalt. 4 baloni yangi ekan, ko'rishingiz mumkin. 205 ga xo'p 70 ga 14 li balon qo'yilgan, 4 ta. Xo'p, mana salon ichlarini ko'rsatamiz. Chiqol poliklari yo'q. Probig 126 ming yurgan. Mana tablosini ko'ryapsizlarmi? Sarasadan Cobalt sotuvda ekan. Prosta ekan. Oynalari ham, xullas konditsioner ham yo'q, ABS ham yo'q. Prosta Cobalt sotuvda. Mana bagajda bir ko'rsatay sizlarga. Mana aka, u propan qo'yilgan. Aka nech bilyapsiz buni? Nech pul? 115 million so'm aytilyapti. Yil necha edi aka? 2018 endi 115 baho qo'yilyapti. Kelishtirib beramiz deyapti. Savdosi necha borib qoldi aka? Savdosi 107 ga borib qolibdi ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Bog'lanasizlar. Biron yarim oy yetmasa mol qo'yib sotib beramiz sizni aka kelishtiradi. Aka nomerda aytib qo'ying. 90lik 226 0690 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2020-yil oq Cobalt sotilyapti. Kraskasi toza deyapti. 2020 4 balon qo'yilgan Altair. Xo'p, 2024-pakelina metan konditsioner ABS bor. Probeg qancha aka? 118. 2020 118 ming yurgan. 4 balon 205 ga 70 ga 14 li balon. Kraskasi yo'q ekan. 118 ming kilometr yurgan deyapti. Mana probegi ko'ryapsizlarmi? 118 ming. Hali chiqollari yo'q ekan. Policha tashab qo'yib takamiz. 2000 118 ming yurgan. Metallari ham bor ekan. Hali nimalari qo'yilmabdi, kirloni. Yo'q, yo'q. Bir qo'l yurgan. Bir qo'l mashin. Mana 2020 kuzov raqami. Xo'p. Aka nech bilyapsiz buni? 132. 132 baho qo'yapsiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Yo'q, savdoni bo'ldi. Hali savdo bo'lgan yo'q. 132 baho qo'yiladi, kelishamiz. Aka variant bormi yo'qmi? Varianti ham kelishamiz. Variantga ham kelishamiz deyapti. Nomerda ayting aka. 90lik 90lik 410 410 4661. 4661 shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobil 2013-yil 3-paysa Sarasadan Cobalt sotuvda ekan. Kraskasi toza 2013 Cobalt so'ragan oblachalarimiz uchun marhamat. Mana kraskasi toza, neobычный rang. Xo'p, mana motorni qarang. Hali galobga ochilmagan, zavodskiy germetigi bilan turibdi. Konditsioneri bor, ABS bor, metani bor ekan. Xo'p, nazomcharimiz. Balonni qarang, 195 ga 65 ga 15 lik 4 ta balon. Xo'p, mana salon ichidan qarang, salafalarga cho'tkib qo'yibdi. Probeg. Aka probeg qancha? Probeg 55966 kilometrni ko'ryapsizlarmi? Xullas Cobalt oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Strasi toza, yaxshi mashin, kraskasi toza deyapti. Sotuvda Sarasadan. Mana metallarni qarang, bagajlarni qarang. Hali balonlar tushmagan. Aka nech bilyapsiz buni endi? 115 bo'lsa beramiz deyapti, yana kelishamiz deyapti. O'zi nech bilyapsiz aka? 115 deyapsiz, yana kelishtirib beramiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Nechi bo'ldi? 4.5 savdo o'tdi ekan, 115 baho qo'yilyapti ekan. Aka naqdga sotamiz a? Nomerda aytib qo'ying aka. 95lik 441 4588 shu nomerga bog'lanasizlar Sarasadan. Cobalt avtomobili 2014-yil Sarasadan Cobalt. Bugun Sarasadan ko'p mashina ketdi ekan. 2014. Aka mexanikami? 2014 mexanika ekan. Udar saka diskalari qo'yilgan. Saka diskani qarang 4 ta. Xo'p, metan bor, pakelina qo'yilgan, konditsioner, ABSlari bor ekan. Xo'p, aka yurgani qancha? 18 edi. 14 uzr. 14. Biz qancha yurgan? 2014. Kraskasi qanday dedingiz? Kraskasi petnosi bor ekan. 2014 chiqol polilari bor. 187 ming kilometr yurgan. Mana aka video registratorlarigacha bor ekan. Xo'p, 2014 so'raganlarga puli ham yengilroq kelishtirib beramiz deyapti.
Bo'ldi. Mana 2014. Mana metani, mana zapaska balonlari ham bor ekan. Aka necha qilyapsiz 2014 ni? 2014 da 105 da. 105 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Necha bo'ldi aka? 2014 105 baho qo'yilyapti. 96 million savdo bo'libdi ekan. Kelishtirib beramiz aka. Nomerda aytib qo'ying aka. 91lik 517 517 94 92 shu nomerga bog'lanasizlar. Akada bir ikkita kobitlar bor. Bemalol kelishtirib beramiz deyapti. Uyda yana 4 ta bor ekan. Bugun bozorga olib kelmabdi 4 tani. Avtomobili Sarasadan 2019-yil Cobalt sotuvda. Mana 2019 saka diskali mexanikami aka bu? Avtomatmi u? Avtomat 2018 mana 4 baloni yangi ekan 15lik 205lik. Xo'p, aka 2018 yoqilg'isi 19 mi? 19 ekan. Propanda hali motor ochilmagan deyapti. Zavodskiy germetik turtib kondisioner abizlari bor. Probeg 61 ming. U tanrovga oldigacha ruxsati bor ekan. Mana salonchilar, o chiqonlari ham bor ekanda, polilari ham. Probeg 60.893 km yurgan, 60.000 km yurgan Cobalt mana sotilyapti Sarasadan. Xo'p, bu chiqonlarni qarang, udarki 2019, mana bagajni knopkadan bitta bosasiz, ochiladi. Mana propan tabletga suv datchigi ham qo'yilgan. Mana propan tabletga balonlar hal qo'yilmagan. 2019 aka narxi necha pul? Aka narxi 127 million so'm. Mana 2019 kuzub raqami bilan turibdi. 127 mi aka? 127 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deb. Aka savdo necha bo'lib qoldi? Savdosi 120 million bo'lib qoldi, kelishamiz deb 127 baho qo'yilyapti. Nomerda aytib qo'ying aka. 91lik 517 94 92 shu nomerga bog'lanamiz. Uch avtomobili Boysundan ekan, oq Nexus sotuvda. Aka yil nechi buni? 2020-yil. Kraskasi qanday aka? 2020 Boysundan kraskasi toza, metan bor, kondisioner bor, abizlar bor ekan. Yurgani qancha aka? 99 ming yurgan. 4 ta baloni ham yangi qo'yilgan ekan. Kraskasi toza 2020-yil, mana kuzov raqami 2020, u poli qilingan chiqol yo'q ekan. 98 ming yurgan aka. 98 ming yurgan 2020 Boysundan oq Nexus sotuvda. Xo'p, mana sostenasi. Hozir narxini ham so'raymiz. Metallari ham bor ekan. Aka necha qilyapsiz buni 2020 ni? 105 million so'm aka baho qo'yilyapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Yo'q, savdo. Hali savdo bo'lgan yo'q, 105 baho qo'yilib kelishamiz. Aka narxga sotamiz-a buni? Nasib inshaalloh. Nomerda aytib qo'ying aka. 94lik 94lik 846 846 07 07 00 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt so'raganlarga Denodan 2023 ga 2024 Cobalt sotuvda ekan. Kuzub 2024, texpasport 23. Mana aka 4-pakalina metan bor, kondisioner bor, abizlar bor, ko'rishingiz mumkin. Xullas mana saka diskalari bilan o'zini radniy baloni bilan turibdi. Ha Jamol aka, moshina oldingizmi deymi? Ha, shu savdo qilyapman. Mana aka 40 ming kilometr yurgan Jamol aka mana aka taksiz moshina oldi mana aka. Jigarni ezadi. K5 sotdingiz, Cobalt oldingiz. Cobalt, Trendga Cobalt oldim. Hozir Trendda Cobalt. Xo'p. Aka necha pul deyapsiz buni 23 ga 24 da? Aka narxi necha pul? 145 million so'm baho qo'yiladi. Kuzov 2024, texpasport 2023, 145 deyiladi. Kelishamiz aka. Xayrga o'tamiz. Nomerda ayting aka. 97lik 868 77 70 shu nomerga bog'lanamiz. Avtomobili Denodan aka Cobalt sotyapti. Ikkita Cobalt 2020-yil mexanika Cobalt sotuvda ekan. Bunisi 2019 aka. Hozir buni tanishtiraylik. 2020 kraskasi qanday aka? Top toza. 2020 kraskasi top toza Cobalt sotuvda ekan. Mana qarang, balonlar ham yangi ekan. Xo'p, yoqilg'isi 4-pakalina metan, kondisioner, abiz bor. Probeg qanday aka? 90 ming. Probeg 90 ming. 20 dedingiz yilni? Ha, 20. To'rt baloni yangi ekan, 2020-yil 90 ming yurgan. Next Cobaltimiz sotuvda ekan. Hozir narxini bilamiz. Aka necha pul deyapsiz 2020 90 ming yurganni? 130 baho qo'yapsiz top tozaligi uchun mexanika. Savdoni ayting aka. Savdo 124 bo'ldi. Savdo 124 ga bermadingiz. Kelishtiramiz a? Nomerda ayting aka. 95
95'lik. 95'lik 889 889 97 70. 97 70 shu nomerga bog'lanamiz. Avtomat korobka 22 ga 21, kuzov 2022, tex pasport 2021. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi toza ekan. Pakalina metan, konditsioner, abizlari bor ekan. Yurgani qancha aka? Yurgani 72 ming kilometr yurgan Cobalt avtomat korobka sotuvda Denodan. Mana salonchilarni qarang. Xo'p, probega 72 ming ko'rinyaptimi? Xullas, bugun sal mashinani videoga sal kamroq olamiz, chunki bir ikki kishiga mashina olib berdik, shuning uchun video sal kamroq bo'ladi. Azonchilarimiz keladi, obunachilar mashina ko'rib bering, mashina olib bering deb ikki kishiga mashina olib berdik. Xo'p. Aka necha pilyapsiz buni endi? 138 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Necha bo'l aka? 130 million savdo bo'ldi ekan, 138 baho qo'yilyapti, kelishamiz deb. Variant bormi yo'qmi aka? 1-2 kutamiz. 1-2 oy kutamiz yetmaganini. Nomerni ayting aka. 90 kartiyaga beraman. 90 nechilik aka nomer? 97lik 97lik 980 97lik 780 900 ha 97lik 980 8009. 8009 nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2020-yil mexanika Cobalt sotuvda ekan, avtomat korobkaning diskalari qo'yilgan kumxa balon bilan. Xo'p, 2020 propan, konditsioner, ABS bor. Yurgani qancha aka? 70 ming kilometr yurgan. Mana balonlarni qarang. Xo'p. 70 ming kilometr yurgan, mana 69 ming kilometr. Chiqol yo'q ekan, polik qilingan. Denodan Cobaltlar sotuvda. Mana orqalarini qarang, propan tabletka. Mana ko'ryapsizlarmi, taglari ham qanday toza turibdi. Aka necha pilyapsiz buni? 130 million so'm aka baho qo'yilyapti ekan. Savdo bo'limi yo'qmi aka? Mana 2020 ha, kuzov. Tex pasportchi? Tex pasport ham 20. 130 deyapsizmi aka? Savdo bo'limi yo'qmi? Savdosi 124 bo'libdi ekan, kelishamiz deyapti. Aka variant bormi yo'qmi? Bir oy yetmagan kutamiz. Nomerni ayting aka. 91lik 582 27 67 shu nomerga bog'lanamiz. Denodan Cobalt sotuvda. Nexus avtomobili Denodan 2019-yil oq mexanika Nexus sotuvda ekan. Mana Nexus oladiganlar bo'lsa, oq mana hadoy rangda 4-pakalina metan, konditsioner, ABS bor ekan. Yurgan qancha aka buni? 230 ming euro. 230 ming yurgan. Kraskasi qanday? Ikkita petnosi bor. Ikkita detalda petnosi bor ekan. Balonlari yangi 2019. Qancha dedingiz probegini? 230 ming yurgan. Mana salonchilarni qarang. Toza turibdi salonchilari ham. O'zimiz nomimizda generalni ham berdik. Akan o'zining nomida xohlasangiz generalni, xohlasangiz nomingizga olishingiz mumkin. Mana bu sostenasi yaxshi ekan. Ikkita detallar. Aka necha pilyapsiz buni 2019 da? 90 million baho qo'yapti, 83 savdo berdi. 90 baho qo'yilyapti, 83 million savdo bo'ldi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Nomerni ayting aka. 97 97lik 842 842 77 99. 77 99 ha? Ha. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka variant bormi yo'qmi? Variant ham gaplashamiz. Variant ham gaplashamiz, 1-2 oy yetmaganini. Denodan Cobalt 2019 top toza ekan, holatsiz 19, holatsiz 20 bor ekan, kraskasi toza deyapti. 4 ta baloni ham yangi ekan. 2019 metan, konditsioner, ABSgacha bor ekan. Galobka ochilmagan, zavodskiy germetiga turibdi deyapti aka. Xo'p, 185 ga 75 ga 14 lik 4 ta balon. Mana ko'ryapsizlarmi orqasida ham. Aka probeg qancha ekan buni? 90 ming. Mana 90 ming yurgan. Bu 19 edi aka. 2019 Denodan 90 ming yurgan. Aka necha pul baho qo'yapsiz 19 da? Kelishtirib beramiz. 125 million so'm baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 119 bo'ldi. Savdosi 119 bo'ldi ekan. Aka variant bormi yo'qmi? Beramiz. Variantni ham qilib beramiz deyapti. Nomerni ayting aka. 95lik 95lik 889 aha 97 70. shu nomerga bog'lanasizlar. Holatsiz 2019, holatsiz 2020 Cobalt bor. Cobalt avtomobili Denodan 2020 Cobalt Ravon sotuvda ekan. 2020 mexanika Cobalt Ravon oladiganlar bo'lsa, bog'lanasizlar mana. Xo'p, ekonomizlari bor, mana ko'ryapsizlar, metan bor, konditsioner bor, ABS bor. Yurgani qancha aka bu 2020? 77 ming. 2020 77 ming yurgan. Kraskasi qanday aka? Kraskasi top toza ekan, mana chiqollari bor. 77 ming kilometr yurgan. Mana probegi kraskasi toza ekan. 2020 Cobalt Denodan sotilyapti. Xo'p, old oyna super, orqasi ruchkada ekan. Aka necha pilyapsiz buni? 135 baho qo'yilyapti. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo 27 bo'ldi aka.
135 baho qo'yiladi, 127 savdo bo'libdi ekan. Aka, buni variantlari bormi yo'qmi? Cheers Bank bilan 1 oygacha kutib turamiz. Yetmagan 1 oy kutamiz, xohlasangiz Cheers Bank ham qilib beramiz deyapti. Nomerni ayting aka. 99 99lik 464 464 97 30. 97 30 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Qiziriqdan 2020-yil mexanika oq Cobalt sotuvda ekan. Ana amak Qiziriqdan mashina olib ketdi ekan 2020. Kraskasi qanday amak? Top toza. Xo'p, 2020-yil konditsioner bor, metan bor, ABS bor. Yurgani qancha amak buni? 168 ming yurgan 2020-yil kraska toza, balonlarim yangi ekan. Mana mashina ichida savdo bo'lyaptimi deyman-da, u chiqol polilari bor ekan. Probek 168 ming yurgan. Bu mana arkada akalar savdo qilyaptimi deyman-da. Amak nech pullayapsiz 2020 168 ming yurgandi. 125 dan 104 so'm o'tib beramiz. 125 dan 4-5 so'm o'tib beramiz deyapti. 125 baho qo'yapti, kelishamiz deyapti. Amak variant bormi yo'qmi? Puliga 1 so'm 2 so'm kutamiz. Ha, yetmagan 1-2 so'm kutamiz deyapti. Nomerni ayting amak. 95lik 794 0110 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt oladiganlar bo'lsa marhamat, Qiziriqdan amak Cobalt sotyapti.